Assalomu alaykum azizlar, biz Namangan tumani Toshbuloq shaharchasida joylashgan Imzo showroomga tashrif buyurdik. Hozir yaqindan tanishamiz. Qani ketdik. Imzo plastik va alyumin eshik romlari fabrichlik hisoblanadi. Ya'ni zamonaviy dastgohlar yordamida avtomatlashtirilgan tizimda ishlab chiqariladi. Imzo haqida yaqindan tanishish uchun Toshbuloq showroom rahbari Elbek akaga e'tibor qaratamiz. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bizda Imzo kompaniyasi tomonidan plastik profillarimiz, ya'ni 6000 Quattro, 6000 Trio, 7000 Engelberg i premium klassdagi 8000 Engelberg romlarimiz mavjud. Bizda alyumin seriyadagi termoizolyatsiyalik eshik romlarimiz ham mavjud. Bundan tashqari showroomda energiya tejovchi mana bunday oynalarimiz bor. Bu oyna maxsus hisoblanadi. Ya'ni yozni issiq haroratli kunlarda xonaga, uy ichiga, demak bu issiqni o'tkazib yubormaslik xususiyatiga ega. Va qish kunlarida xona haroratidagi issiqni esa tashqariga chiqarib yubormaydi. Ya'ni yoz mavsumida tashqaridagi oyna qizib turadi, ichkari esa salqin, muzday. Va albatta qish kunidagi ichkaridagi oyna qizib turadi, tashqari esa muzday, ya'ni albatta ko'cha haroratda bo'ladi. Xullas, bunday oynalarimizni, bundan tashqari podogorniklarimizni va asosiysi chivinga qarshi setkalarimizni ham buyurtmangiz asosida taqdim etiladi. Hech ikkilanmang, to'lovlar bizda juda ham arzon. Mabodo bizdan arzonni topsangiz, undan ham arzon qilib beramiz. To'lovlar siz istagan usulda amalga oshiriladi. Murojaat uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va asosiysi ijtimoiy tarmoqdagi Instagram va Telegram kanallarimizni muntazam kuzatib boring, obuna bo'lishni unutmang.